Shou-biznes olamining eng taniqli va yorqin namoyandalaridan biri primadonna Yulduz Usmonova barchasini ochiqchasiga aytib tashladi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. 17-iyul kuni Buxoroda Ummon guruhining konserti o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Tadbir avvaldan e'lon qilingan, chiptalar ham sotuvga chiqarilgan, ammo konsert kutilganidek bo'lmadi va guruh sahnaga chiqmadi. Ma'lumotlarga ko'ra, bunga chiptalar savdosi yetarli darajada bo'lmagani hamda konsert bilan bog'liq xarajatlar qoplanmagani sabab bo'lgan. 7-avgust kuni Buxoroda konsert bergan Yulduz Usmonova mazkur holatga munosabat bildirdi. Xonanda san'atkorning tomoshabin oldidagi mas'uliyati haqida gapirib, konsertga kelgan odamlarning vaqti va ishonchini hurmat qilish kerakligini aytdi. Ozmi ko'pmi odam vaqtini sening konsertingga ajratib kelibdi. Pulni keyin hal qilasan. Konsertni bekor qilib ketishga haqqing yo'q, dedi Yulduz Usmonova. Xonandaning bu fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi. Foydalanuvchilar orasida uni qo'llab-quvvatlaganlar ham, konsertni tashkil etishda moliyaviy tomonni ham inobatga olish kerakligini aytganlar ham bo'ldi, deyilgan xabarda.